Vah. Mana keldik. Emdiki planımız Ben nima? kömürülgen tağ deb atlattım. Biz taş kesekler bilen bu yerga kömeytayli. Dengiz toshqinini chaqirtib kelib, bu yerni g'ultib etaylik. Meningcha yanıla orman askerlerini bu ishni buzib etishga chaqirtayli. Texmi yaxshi planing bormi ziyrak bola? To'g'ri, men haqiqatga yuzlanguchi. Agar bu yer tosh bilan to'silsa, Makir yana bir yo'l ochadi. Suvni quyib etadi. O'rmon askarlari sabrchan emas. Ular hamon bezar bo'lib, tirkishishga boshlaydi. Ama senin qandaq planın bor? Cho'ng so'zlab bu yo'lni etmetmekçi mi? Biz zada nimani qila olamiz, nimani qila olmaymiz deb yiqinglar. Jirgan. Lekin men bu plan tuzishlarga o'ch bo'ldim. Yana texi planni ishga oshirish kapolat bo'ldi. Sen plan tuzish, lekin men sening bir ish qilganingni ko'rib baxmadim. Xato ayblashga bu o'nkirni taqib etishga bo'lmaydi tashumtak. Men bularni o'zimni bir taraf qila olmayman. To'g'ri. Amsi bag'in. Sen yana lavni kashki tamoq piysan bo'ldi. Rasma? To'xtanglar shahzodalar. Yaxshi turamsiz Rasqanish. Balkim siz bu ishni hal qila olasiz. Roks o'shqli jabhat atyapti. Qaysi ish beshig'larni qatordi? Yanili shu ishlar. Nima men qaraysan? Bularning bakla ochiq kelyapti. Chunki mening deganlarimning hammasi o'rinliq. O'rinliq? Biz bu kirish eg'izni taqib etish amalini maslahat qilishayotgan, lekin u bularning hech qaysi ahmaydi deb qaraydi ekan. Bu o't eg'izni itib etmoqchimi? Bu bir aqlli ish-ku. Makir bu yerdan foydalanadi. Bu hargizmi rost emas. Ha? Gangirapli qoldik ku. Bu o'nkirning ishlatilishi aniq emas. Oqibatiga ega bo'lishga tayyorlanishdan burun oldirab hukm chiqarmanglar. Lekin biz aniq jazmlashtira olamiz. Har qaytam sen xavf qolganda, hamon boshqa bir yo'l tepiladi. Zodi kim talash tatish qilishga amara? Biz jazman mushunda qilishimiz kerak. Bu Makir to'xtamay mushu yerdan lava askarlarini yo'tkab bizga hujum qo'zg'aydi. Uning bunda qilishi qarab turmaymiz. Uning bunda qilishini yoqtirmayman. Kirgansan agram. Men degandim-ku, sizlarning amalinglar qariqkanmaydi. Nima desang davagin. Lekin Qaras xonimning deganlari hech qanaqa ishni o'zgartirmaydi. Biz bu kirish eg'izni etib etishimiz kerak. Sen biz bilan bir ish qilgan bo'lmasa, unda sen yiroq yerga uchib ketib, michildab yig'lab o'tir. Yuringlar, amal qilib Makarni to'sib qolaylik. U kalva qush o'zining planini o'ylab yuraversin. Keyinchi ko'rishamiz paylik birodar. Ansirma shahzoda. Azirma, to'g'ri qilding. Ular bir dot kalva. Agar ular o kirish eg'izni buzmasa, hammamizni tugashtiradi. Ango, bizni marab yurganiga qanchalik vaqt bo'ldi? U ahmoq. Arish, kuchini ko'rsan. Mana mushunda qilsam unumlik bo'ladi. Arish bombasi. Hava bombası! Göz burnu! Roket, boltiqa, sen bilan urushqim yo'q! Bu yerda paydo bo'lishdan burun buni bilishing kerak edi. Mening dadamni o'ltirmoqchi bo'lgan chog'ingda men sening yolg'onchiligingni anglab bo'lgan. Nima ish qilsang ishongudakman. Men seni o o'nkirga sulib etib, hargiz chiqamas qilib etaman. Sen menga ishonmaydiganligingni bilaman, lekin sen menga ishongin. Yo'q, men ularga o'zimning pul so'zlamaydiganligimni bildirib qo'yishim kerak. Shiddatli yo'q. Ya, to'xta, xatar tugmasdan burun. Ha? Sen abdaq loyiqidaroq bo'lishni bilmaysan, shundaqmi? Qani men sening buni qanday taqobil turdiganligini bilib boqay. Fushqur Shamshir!
Gapimga kirgan bo'lsam, men seni qiming deyotganligimni biladim. Seningchi men ishonamanmi? Ma qushning qilgan to'g'ri. Biz bu yerni itib yetishimiz kerak. Bundaq bo'lganda lov askarlar bu yerdan qaytadan ocholmaydi. Biz uni butunlay buzib yetishimiz kerak. Xuddi u azalda mavjud emasdek. Qaltis fikr bo'ldi. Lekin biz qanday qilamiz? Ha, to'g'ri deding. Sen bekla aqlli. Rasma, demakchi bo'lganim shu. Shunga sening planing bormi, Agram? Mening rostla planim bor, lekin hammamizning kuchini birlashtirish kerak. Hamda Roxmu bu planni inkor qilmasligi kerak. Ha, ras. Rox nakatdi. Ha, O'tishimdan keyin men uning ochig'ini keltirib qo'ydim. Lekin u qalbining hammasini o'zining qilib oldi. shundoq. Bo'ldi, ulma. Endi qochma, lava kalampay. Qochqidakmi yering qolmaganda? Qochqidak yering yo'qdan turishimga qaraganda menga yordam kerak-ku. Mening sana yordam bergimli keladi. Endi o gapimni anglasan, men bilan yur. Sana bir narsa ko'rsatib qo'yay. Shunga sening meni o'ldirging yo'qmi? Sen yana nima nayrang o'ynayapsan? Nega mangdoq? Bu qaya? Danishman sizlarga hech nima demadimi? Bu yo'l podshoh yo'li deyiladi. Bu bir qadimki yerosti yo'li. Burun 5 yo'lak tutishyapti. Xeli birlar nurg'un ko'rinmoqlar, bu yana unutib ketishga. Podshoh yo'li? Bu faqat nurg'un koni o'nkirlagan qo'shu. Buning bilan mening nima karim? Cho'ng urushdan burun bu yerosti yo'llar yana bir cho'ng yig'in zali. 5 davlatning vakillari o'z elchilari orqali ziddiyatni bartaraf qiladi. Hozir ahvolning boshqacha ekanligini bilalaysan. Ot merkezi kaginini qarshi olama. Bo'ldi, angoh men voz kechdim. Bu zada nima ish? Makr qasdan shunda qildi. O bu g'arda tinch sulh o'tkazdigan yig'in zali qilib bizning huquq markaziga aylantirmoqchi. Bu dal ot markazi. Nima ish qildi men ko'rsatsa? Bu ot markazi nurg'un energiyani ta'minlagan. Bu energiya patiqsiz darajada ko'p. Havo almashtirish yo'li orqali eshinchi energiyani bartaraf qilish kerak. Lekin sizlar bu o't'izni to'sib etmoqchi bo'lyapsizlar. Dal shu bir havo almashtirish yo'lini ular to'sib etsa, o't markazi qizib ketib, portlashni keltirib chiqaradi. Portlashni. Unda sizlarning xo'jayinmi o'ldi-ku? Shundoq. Lekin boshqa ishlarni keltirib chiqaradi. Bu xil energiya tarqalsa, bu yerda boshqa bir tal giyoh va hayot qolmaydi. To'xta. Osmon dedingmi? Osmonlar emas, bu yo'l sizlarning davlatinglarning markazi bir kichik qusuq tutishidi. Ha. Endi shundoq bo'lsin. Bu gap Roxning amalnimi besib tush kerak, ha? Shundaqmi? To'g'ri, bu amal bakla qaltis bo'pti, Agram. Bu g'o'ras shundoq. Planni o'rindash uchun biz buni harakatlanishimiz kerak. Fikringlar yo'qmi? Undaqda deyishib olaylik. 1 soatdan keyin mushayda uchirishimiz, yo'lga chiqaylik. Ha. Sen kuchingni ko'rsat. Dengiz kuchingni ko'rsat. Hoy! Ay, o'rmon kuchingni ko'rsat. Ay. Barliq lava odamlardan ehtiyot qilinglar. Agar ular bizni bayqab qolsa, jonjali bilan bizni qo'qlaydi. To'xta. O bu yerda nima qildi? Bunaqa sen boshqa turmasanmi bo'ladi? Yo'qolash. Sizlarning ishinglar yo'q bu yerda.
Xo'p, alilari. Kechirsizlar alilari. Yaxshi-ku, qaltiskansan a? Lekin shuni so'rab baqay. Nemishqa bunday qilasan? Mening bu maxfiyatligimni davtishimda qo'rqmamsan? Shundaqto, sen chuqib ansiraysan. Men bu yerda kesimli buni do'stlarim hargiz ansiramayman. Bu chunki ular sening gapingni azaldan anglamaydi. Bu lekin sen nemishqa tuyuqsiz davlatim ko'ngil bilib qolding. Men davlatimga azriqmi ko'ngil bilmayman. Amisi nemishqa meni bu yerga boshlab kelasan? Buni elib, shing'azalning ustiga uchib berib, arish davlatim tutishdigan yo'lni itirat. Yana tushunmadin? Nemishqa bunday qilaman? Arish davlatim tutishdigan yo'lni to'sib etsanglar, eshichi energiya boshqa tarafga qarab boqadi. Lekin bu g'ar makrning o'rdisiga tutishidi. Shunga Ango, sen bir xoin, shundaqmi? Axir tushundim. Sen ham boshqa hukmronlarning yordami ostida men yangi bir lava hukmroniga aylanman. Men buningga ancha ishonmayman. Nemish qilyapsan? Bu nemish, ha? Sen ishongil bo'lmaydiganligini bizat bilatdim. Buni sen o'rlashtirib qo'ygan, shundaqmi? Ango xainkan. O tabiat hukmroni bilan birlashibdi, onani o'ltirdinglar. Yo'q, ularda ko'pkan. Tez u yo'lni itib davlatini qutqaz. Bu birdan bir umid. Ko'rishganimdan xursandman. Yaxshi turib dengiz zerakchaqlari. Sizlarning yordaminglar kerak bo'lib qoldi. Men bilan masanglar qandaq? Dal mo'shiya, uni topsaqla hujum qilaylik. Menimcha biz kechikib qoldik. Jang qilishga tayyorlik qilinglar. Men bilan birga bo'lganinglar xursandman. Qonli qisos. Hoy. Mana bu o't o'chirishning bir usuli. Otildingmi? Sizlar-chi, biz ularga yordam qilaylik. Hurra! Ular yana bizni izlab keladi. Mayli. Yurtim. Bular hammasi oldiq umrimdagi ishlardeklar, lekin men jazman sizlarni qutqizaman. Yengilmas shoqpilaklar. Yanmosh. Mening shundoq og'zim qattiq. Lekin bag'rim yumshoq. Meningcha men yordamga muhtoj. Garot. Seni maqtashga vaqtim chiqmay qoldi, Garot. Bizning yana qiladigan ishimiz bor. Mushunda qilsa bo'ladimi? Ango! Bu yerni ben qismatdim. Qanday qilib tuzima? Men o'zim qilishim kerakmi? To'limi ko'ngillik bo'ldi, lekin boshqalarga yordam kerakmi? Biz berib boqaylik. Ton. Anstirma. Sizlarga yordamimiz kerakmi bizni? Hammasi o'ngishli og'illar. Bu lava askarlari Grasxonishning xatolashganligini isbotlab beralaydi. Ular faqat shu yerdan chiqadi. Biz u yerni taqib etdik. To'g'ri, amsi biz harakat qilaylik.
men demek kalmasdı. Cayında jim dur. Bu degan makr aliylarga tava. O mening sheltib turishimga bir nima demaydi. Bo'ldi. Mana bu to'g'ri bo'ldi, Ango. Men ularga desam ishonmaydi. To'g'ri. Sizlarning aloqanglarda masala bor. Bu sizlarning davomli mag'lub bo'lishinglarning sababi. Davomliq deganing nimasi? Jaq to'ydim. Makr aliylarning agramlar o't yeg'izini to'sish planini buzib sifatdi. Ammo hozir shundoq o'ngishliq bo'lib o'tadi-ku. Buzib etish? Meningcha sen men seni aldab qo'ydim. Sen itlatgan o yo'l hargizimiz chiqadigan yo'l emas. Balki o't markaziga shamol kirgizish roli bo'ldi. Boshqa ishga yo'l to'silsalar, o't markazining energiyasi bir tarafga qarabla oqadi. Bu dal makr oliylari. O bu energiyaga erishgandan keyin tangdasiz kuchga ega bo'ladi. U amak. Lekin hozir sening sabdoshlaring ikkinchi vazifani tamomlab berdi. Uningdan burun Qaraganda bu yerda bir chilish bo'lgandek turdi. Hey, Rox nega ketdi? Men unda qaramayman. Biz uni yolg'iz qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Grasxoni shamoqatlik qilmasligimizni degan. Rox bizning tantakligimizning ziyinini tatib degan. Bo'linib harakatlanaylik do'stlar. Rox jazman ostida. Atlaninglar lava askarlarim. Barliq tabiat hukmronlarini o'ltirib yitinglar. Lava qo'shini. Bir javobni bilgin bor. Faqat chizg'ichiligim qoldi. Sizlar Roxni nima qildinglar, ha? Ensime o kalva dostum ne vaqt taşla astık beni top ketkili. Sizlerinin onun emrine boğunla kelavatqanda, ha? Mana anladinglarmi? Qisas oldigan vaqt kelibdi. Rox uchun bu kirish yig'izni menga to'sib etayli. Anladinglarmi? Rox uchun. Rox uchun. Endi navbat sanga keldi. Dur. Bo'ldi, Inferno sana keldi. Titan to'lqini, so'chash. G'alaba qildik. G'alaba qozondik. To'xtanglar. Rox? Bu mumkin emas. Kelar qatam sen meni magma hukmi o'tishdan burun buni og'ach kelishni unutib qolma. Kechiringlar ko'pchilik. Biroq Ango sizlarning bu eg'izni taqib etishinglarni umid qiladi. Sana bo'ldingmi? Agar u bizning bu yerni taqib etishimizni umid qilsa, nima bizga to'sqinlik qiladi? Men dedim-ku, to'xtat. Kallang qizib qolgan o'xshaydi. Bu qitam hammamizning gapi o'xshash chiqdi. Mening kallam joyida yeshil postliq maxluq. Kimni yeshil postliq maxluq deyapsan? Sana rahmat hukmron Rox. Sen qoltis ittifoqlashgansan. U boya qoltis ittifoqdosh deydi-ku. Onunga ishonma. O aramizga bo'lginchilik sanmoqchi Agram. Biz qanday sezimlashtiramiz? U o'zini ildab kelgan. Manqara. Mening bilan chiqishmoq tez. Lekin men boshqalar bilan paranglashganda o'zimniki turib olmayman. Sizlar menga ishonishinglar kerak. Men bir tabiat hukmroni. Eng muhimi sizlarning do'stinglar. To'g'ri dedim. U bir qudumi bekrak talabishib ketibdi. Aniqla mengiz qizib qolgan gap. Sizlar hamoqat, men sapsaq. Mana endi Rox qo'xshidi. Boya sal ansirab qoldim. Endi buni qanday to'xtalaymiz? Bakla oddiy sizlar to'siyolmaysizlar. Sening jilg'idagi cho'ngishni buzib berganing rahmat. Qog'inni men qo'yibman.
Baya bekle qaltis bo'ldi. O'ylaganingdanmi qaltis bo'ldi? Lekin men tushunamadim. Biz yandikmi yoki yengildikmi? Men faqat biz ehtiyojli chaqda bir do'stimizning dal ulguribli kelganini bilaman. Men buni qalba deb qarayman. Sabki qaytadan kelganingdan xursandman, Rokas. Davomliq mushundaq deyishingda bezor bo'ldim. Balki bu qatam biz yengdik, lekin biz bu kurashda yengishimiz kerak. Meningcha vaziyat bakil nacharlashyapti. Hammasi endi boshlandi. Sages there with much wisdom to share.